Kuni kecha Qonunchilik palasasida fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat tashkilotlari faoliyatiga oid qonun loyihasi keng muhokama qilindi. Bu qonun loyihasini muhokamasi jarayoniga bevosita nodavlat tashkilotlari vakillari taklif etildi. Ularni ham shu nodavlat tashkilotlarining faoliyati bilan bog'liq masalalar yuzasidan fikr mulohazalarini bildirishga imkoniyat yaratildi. Bir qator muhim normalar, qoidalar shu qonun loyihasida o'zini aksini topgan. Aytaylik, shu nodavlat tashkilotlarining faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashganligi uchun davlat organlarining mansabdor shaxslariga ma'muriy javobgarlik belgilanmoqda. Bu ham albatta nodavlat tashkilotlarining faoliyatini kafolatlaydi. Ularni shu barqaror faoliyat yuritish uchun bir yaxshi imkoniyat bo'ladi va eng asosiysi shu nodavlat tashkilotlarining faoliyatiga ham davlat organlarining mansabdor shaxslarining aralashganligi uchun o'sha javobgarlik hissi har doim bo'ladi. Shu nuqtai nazardan o'ylaymizki, bu nodavlat tashkilotlarining maqsad vazifalarini amalga oshirishda erkinligini, ularni faoliyatini demak kafolatlaydigan norma hisoblanadi. Qonun loyihasida yana bitta muhim jihati shu nodavlat tashkilotlarining aytaylik shu grant mablag'laridan foydalanish faoliyatini ham shaffofligini oshirishga qaratilyapti. Ya'ni nodavlat tashkiloti aytaylik o'sha har chorakda o'zi faoliyatiga jalb qilgan xalqaro tashkilotlar bo'ladi, xalqaro moliya tashkilotlari va shunga o'xshagan tashkilotlarning grant mablag'larini o'zini faoliyatiga jalb qilyaptimi? Aynan shu loyihalar haqidagi ma'lumotlarni, grant mablag'lari haqidagi ma'lumotlarni har chorakda o'zini shu ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarga joylashtirish orqali ushbu jarayonda ham demak shaffofligini ta'minlashga ushbu qonun loyihasi demak katta imkoniyat beradi. Mana shu qonun loyihasida fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan tayyorlangan jamoatchilik nazoratining tahlili natijasi bo'yicha tayyorlangan yakuniy hujjatlarni davlat organlari tomonidan bir oy muddatda ko'rib chiqish majburiyati demak qonunda belgilab qo'yilyapti. Bu ham albatta nodavlat tashkilotlarining faolligini yanada oshiradi. Ularni o'sha qonunchilik bo'yicha, davlat dasturlari bo'yicha yoki normativ huquqiy hujjatlarni takomillashtirish bo'yicha takliflarini aytaylik shu belgilangan muddatlarda ko'rib chiqilishini ta'minlaydi. Demak, bizni ertangi kundagi faoliyatimizni mustahkamlaydigan, faoliyat erkinliklarini kafolatlaydigan qonun loyihasi qabul qilinyaptimi? Demak, biz bu jarayonga juda ham bir mas'uliyat bilan, faollik bilan nodavlat tashkiloti vakillari yondashishimiz kerak bo'ladi va men shu jarayonda nodavlat tashkilotlari vakillarini faol bo'lishga demak chaqirib qolaman.